Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari, assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa yurtdoshlarimizni devorlari tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bir juda ham chiroyli chiqdi. Bir obzor qilib tashlab qo'yin dedim. Oltiarxalik akamizni devani xudo xolasa tayyor bo'ldi. Mana bu yog'ida Toshkentlik akamiz zakaz bergan edi. Oila uchun dedi. Juda ham ko'p funksiyali. Hozir hammasini ko'rsataman. Toshkentlik akamizniki bunisi. Mana bunisi Samarqandlik opamizniki, xudo xolasa tayyor bo'ldi. Ularni hozir hammasini bir qator obzor ko'rsataman. Oldin ham ko'rsatganman, yana bir ko'rsatib o'taman. Devorlarimiz mana shu holati mana 1.90 ga 1.25. Bunda 2 kishi bemalol yotsa bo'ladi degani, yotib ko'rsatib o'taman. Mana shu holatda mana bemalol yotsa bo'ladi. Bu 2 kishi yotsa bo'ladi. Endi bu tagidan chiqaradigan bo'lsak, bemalol 3 kishi yotsa bo'ladi. 3 kishi bemalol yotsa bo'ladi. Mana bu razmeri 1.90 ga 2 metrli spalni bo'ldi. Hozir ichini o'zi 1.90 ga 2 metrli spalni bo'ldi. Juda ham zo'r, juda ham baquvvat. Keyin mexanizmlarini o'zim temirdan svarkalatib tayyorlatdim. 3 talik mexanizm qo'ydim. Mana yaqinroqdan ko'radigan bo'lsak. Mexanizmlari o'rtasiga ham mexanizm qo'yganman. Ramasini temirdan tayyorlab o'zim svarkalatib tayyorlaganman. Juda ham baquvvat. Ichlari 100% sifatli yog'och, o'rs yog'och. Keyin qo'llar chiqadi. Ko'p qavatli uylarga olib kirish uchun. Mana shu holatda. Xo'p, bularimiz ham mana bu o'sha Toshkentlik akamizniki farzandi bor ekda, ularga ham bo'lsin dedi. 2 metrga 80 qilib qildik buni. Yo'q. Mana shu holatda mana. Keyin taglari chiqadi. Mana shu holatda bemalol yotsa bo'laveradi. 2 metrga ichi 80 bo'ldi. Bunisi ham xuddi o'shanday. Mana 80 ga 2 metrli spalni bo'ldi bu ham. Mana bemalol yotsak bo'laveradi. Juda ham baquvvat. Buni ham qo'llari chiqadi. Mana shu holatda qo'llari chiqadi buni ham. Hammasini qo'llari chiqadi. Bu o'shani mana shu holatda bunisi o'sha shuni kattasi mana shu holatda bo'lgan. Bular ham o'sha singari spalni bo'ladi. Bemalol bemalol foydalansa bo'laveradi. Juda ham baquvvat chiqdi. Xudo xolasa shunday ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni eslatib o'tamiz. 90lik 567 08 09. O'zimiz Vodiydanmiz. Qo'qondan, Bo'yda tumanidan. YouTube kanallarida Soljon Mebel deb nomlaganmiz. Shunday ishlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bunisini ham ko'rsataman. Bunisi ham shu singari, xudo xolasa. Endi boshqa bir mana buni boshqa holatda ishlatish nimalari bor? Ishlatish holatlari bor. Hozir sizga bularni ham ko'rsataman. Mana bu holatimizga keladigan bo'lsak, mana hozir 3.30 ga o'tirgan holatda 3.30 lik divan bo'lib turibdi. Buni endi spalni holatini ko'rsataman. Mana shu holatda ham foydalansak bo'laveradi. Bu holat bo'lsa mana shu holatda bemalol foydalansa bo'laveradi. Mana endi hozir 1.25 ga 3.30 lik divan bo'ldi. Mana endi juda ham katta
chiqarib beradi. Bemalol mashq holatda ham foydalansa bo'laveradi. Xudo xolasa yoqqan bo'lsa like bosib, shu ishlarimizni keng tarqalishda ussalaring, qo'ssalaring xursand bo'lamiz. Hammalaringga rahmat. Hammalaringga mana shunday ishlar nasib qilsin.